Ilon Musk yozadimi menga? Yo'q, bilmadim. Yozmaydi. Yozganmi? Munisa Rizayeva ham yozmaydi. Masalan-da, kriptovalyutasi bormi, tradingi bormi, chotolka qilinmagan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Men ko'chada intervyu olaman, hozir sizni ko'rib qoldim. Ismingiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Meni ismim Nigina. Aha. Men kosmetologman. Taxallusim doktor kosmos. Energiya qayerdan olasiz shunaqa? Men turishim bilanoq o'zi butun hayotimni o'zimga bag'ishlayman. Men to'g'risini aytsam, sport bilan shug'ullanaman, to'g'ri ovqatlanaman, yaxshi ko'rgan ishimda ishlayman. Hammasi pullik kuchidir balki. Yaxshi Malibuda yurar ekansiz. Endi pul bu energiya, Aha. puli ham juda roli katta, lekin agar odam o'ziga mehr muhabbat bilan boylanmagan bo'lsa, agar o'zini qilayotgan ishini yaxshi ko'rmasa, masalan o'sha pul uchun o'ziga yoqmayotgan ish qilayotgan bo'lsa, o'ziga yoqmayotgan insonlarni atrofida bo'layotgan bo'lsa, u bo'ldi, energiya bermaydi sizga. Meni atrofimda rovni menga bitta ham yoqmaydigan odam yo'q. Daj dugonalarim ham yo'q meni. Mazmuni birovni fikri emas-da. Birovni fikri siz bitta joyga olib borib, olib kirib tashlaydi. Har doim shu yozayotgan insonlar kim? Mana men o'zimga shunaqa rejim qo'yib qo'yganman. U masalan ortiqcha puldan kechishim mumkin, ortiqcha klientdan kechishim mumkin. Masalan, men sport paytimda klient telefon qilib, menga srochno kerak desa, o'lib qolsam ham chiqmayman. O'ziga bo'lgan hurmat, klientlaringiz ham, hayotdagi hamma insonlaringiz ham sizni rejimingizga o'rganadi.